Sizlar bilan o'rganadigan kodimiz, demak, imtihon topshiradigan insonlar uchun. O'qishga kirib ketishi yoki maktabni a'lo baholarga bitirib olishi uchun yordam beradigan kod. Demak, bu bizda 7 ta raqamli 84 63 92 6. Mana shu kod imtihonni omadli topshirib olish uchun, demak, buni biz chap qo'limizni, chap qo'lni mana bu qismiga yozishimiz kerak. O'zim imtihon topshirish niyatim yo'qligi uchun o'zimda yozib ko'rsatmadim. Demak, imtihonga kirishdan oldin mana shu kodni yozib kirishingiz mumkin. Lekin bu kodni yozayotgan vaqtingizda siz vizualizatsiya qilishingiz kerak, tasavvur qilishingiz kerak. Imtihonni eson-omon topshirib olganingizni, osongina, yengilgina topshirib olganingizni vizualizatsiya qilib, tasavvur qilib yozishingiz kerak. Yozganingizdan keyin osonlik bilan, yengillik bilan qo'l